Bugungi kunda siz BMW deganda kuch, hashamat, texnologiya va tezlikni tasavvur qilasiz. Ammo bu mashhur brend aslida qanday tug'ilganini bilasizmi? U samolyot dvigatellari ishlab chiqarishdan boshlanib, dunyoni hayratga solgan sport mashinalarigacha qanday yetib kelgan? BMW bu Boyes Motoren Werk, ya'ni Bavariya motor ishlab chiqarish zavodi degani. Kompaniya 1916-yil Germaniyada tashkil topgan. O'sha paytda ular avtomobil emas, samolyot dvigatellarini ishlab chiqarardi. Aynan shu sababli BMW logotipi ko'plab yillar davomida aylanuvchi probellar, ya'ni harakatdagi samolyot parraklari deb talqin qilindi. Aslida esa logotip Bavariya bayrog'i ranglaridan ilhomlangan. 1919-yil BMW dvigateli o'rnatilgan samolyot 9760 metr balandlikka chiqib, rekord o'rnatdi. Bu hali avtomobil yo'q, ammo kuchli muhandislik kuchi bor edi. Ammo Birinchi jahon urushidan keyin Germaniyada harbiy texnikaga qo'yilgan taqiqlar sababli BMW o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldi. 1923-yil BMW tarixidagi birinchi muhim o'zgarish mototsikl ishlab chiqarish boshlandi. Ular R32 nomli ilk mototsiklni taqdim etdi va bu darhol muvaffaqiyat qozondi. 1928-yil esa BMW ilk bor avtomobil ishlab chiqara boshladi. Bu BMW DX edi. Britaniyaning Austin 7 modeliga asoslangan kichik, lekin ishonchli mashina. Ikkinchi jahon urushi davrida BMW yana samolyot dvigatellari, mototsikllar va harbiy texnika ishlab chiqara boshladi. Ammo urush yakunida Germaniya mag'lub bo'ldi. BMW zavodlari bombalandi, texnika yo'q qilindi. 1945-yildan so'ng esa BMW ishlab chiqarish huquqidan mahrum etildi. Kompaniya faqat velosiped, oshxona anjomlari va kichik xo'jalik buyumlari ishlab chiqarish bilan kun ko'rdi. Ularning avtomobil orzusi qulab tushganday tuyuldi. Ammo 1952-yil BMW yangi bosqichga o'tdi. Ular hashamatli avtomobil BMW 501 ni taqdim etdi. Mashina juda chiroyli edi, lekin qimmat va og'ir. Kompaniya bu modeldan foyda qila olmadi. Hatto BMW ni Mercedes-Benz tomonidan sotib olinishi haqida mish-mishlar tarqala boshladi. Shunday og'ir paytda BMW ni qutqargan mashina bu Isetta bo'ldi. 1955-yil Italiyadan litsenziya olinib, mikroavtomobil BMW Isetta ishlab chiqarila boshlandi. Kichik, arzon va yoqilg'i tejamkor bo'lgan bu avtomobil nemis xalqining sevimlilaridan biriga aylandi. Bu BMW ning moliyaviy tiklanishini boshlab berdi. 1970-yillarda esa BMW o'z kuchini texnologiya va sportga qaratdi. 1972-yil BMW Motorsports GmbH bo'limini tashkil etdi. 1978-yillarda ular ilk haqiqiy sport mashinasi BMW M1 ni taqdim etdi. Bu sport avtomobil olamida inqilob bo'ldi. Keyinchalik M3, M5 kabi seriyalar chiqib, BMW ni butun dunyoga tanitdi. 1990-yillarda BMW jahon bozorida kengayishni boshladi. Ular Britaniyaning Rover Group kompaniyasini sotib oldi, lekin bu muvaffaqiyatsizliklar bilan yakunlandi. Ammo 1998-yilda BMW Rolls-Royce brendining avtomobil bo'limini sotib olib, hashamatli segmentda ham yetakchilikni qo'lga oldi. Shuningdek, BMW Mini brendini ham egallab oldi. Yangi minilik BMW uchun yangi davrni boshlab berdi. 2013-yilda kompaniya ilk elektr avtomobillarini taqdim etdi. BMW i3 va i8. Endilikda butun kompaniya ekologik, toza va zamonaviy dizaynli aqlli avtomobillarni yaratishga harakat qilmoqda. Bugungi kunda BMW iX, i4, i7 kabi ilg'or elektr avtomobillari bilan avtomobil bozorida yana yangi bosqichni boshlab berdi. Hozirgi kunda BMW dunyoda har yili 2,5 milliondan ortiq avtomobil ishlab chiqaradi. Ular 150 dan ortiq mamlakatda sotiladi. Bosh ofisi esa Germaniyaning Myunxen shahrida joylashgan. BMW bu shunchaki mashina emas. Bu tarix, bu texnologiya, bu kuch. Samolyot dvigatelidan elektr avtomobilgacha bo'lgan 100 yillik yo'l va bu yo'l hali tugagan emas.